Gitler 2. Dünya urushini qo'zg'agan baş jinoyatchi. Minglagan, milyonlagan Yahudilarni fojialik yo'sinda o'ldirish delosi paydo qilgan qonxo'r qotil. Bir mahal jahonga patmay ketgan zolim podshoh. Tarixning o'tishiga agishib, u kishilarning xotirasidan asta ko'tarilib ketgan bo'lsa-mu, lekin u qo'zg'agan keng ko'lamlik talon-tarojning kishilar qalbida qoldirgan xotirasi, yarisi ömür bo'yi unutilmaydi. Qisman odamlar bu g'oyat zo'r baloyi ofat va azob oqibatdan qo'rqib sukut qildi. Hatto hozirga qadar ig'ir undimaslik kesilidan saqlay olmadi. Halbuki ko'plagan kishilar urush davomida insoniyatga hukmronlik qilishga uringan zolim podshohga amaliy harakati bilan qarshi chiqib qolmasdan, urushdan keyinmi bor kuchi bilan dunyo tinchlik harakatini ilgari surdi. Shunga texmi ko'plagan yoshlarning osonlikcha qo'lga kelmagan bu tinch, baxtiyor turmushni qadrlab, o'tmishdagi qabohatlik davriga qaytmasligini umid qilamiz. Buning uchun ijobiy tarbiyali kifoya qilmaydi. Ya'ni nurg'unlagan kishilarning shafqatsiz qotillar va ularning yerginishlik oqibatidan ibrat olishga to'g'ri keladi. Ko'chalarda qanqib yurgan sargardon lukchak Gitlerdak bir odamning 20 yosh chig'idila piyuxona siyosiy o'zgarishini qo'zg'ishi, Führerlik o'rniga qadam-qadam yomishib chiqib, Germaniyaning oliy hukmronlik huquqini kirgizib olishi, orqadilla sansizlagan begunoh puhroga zaharxandalik bilan pichoq ko'tirishi, mana shuning o'zida kishilarni o'ylanishga, saboq elishga, shu orqali har vaqt ho'shyor turishga undaydi. Radio anglovchi do'stlar, biz bugungi son programmamizda Talva imperator Gitlerning hayotiy faoliyatini tonishtirmoqchi, yoqtirib anglag'aysizlar. Men bir xiyolparast degan. U 1889-yil 20 aprel kech soat 6:20 da Berauna u bozordagi Pomi degan saroyda ingalab yerga tushganda, uning boshqalarga o'xshamaydigan hech qanday bir alohidlik yo'q edi. Uning bovisi, dadisi sepi o'zidan avstriyalik bo'lib, avloddan avlodga Donay daryosining Shimoliy Bohemiyaning janubidagi buyuk baraqsan o'rmonlar bilan qoplangan Waldweiterda makon tutib kelgan. Bu yerdagi aholining ko'pi dehqonchilik bilan tirikchilik qiladi. Katolik diniga e'tiqod qiladi. Madaniyatda qaloq, nodonlik, bekinmachilikda yashaydi. Butun joydan namratlik yig'ib turadi. Adolf Hitler Avstriya tamojnasida ishlaydigan kichik bir xizmatchining 3-xotinidan bo'lgan 3-bolasi edi. Dadisi nikohsiz tug'ilgan bola edi. Uning kelib chiqishi va yashagan muhitini o'ylaganda tasavvur qilishning o'zimi intayin qiyin. Adolf oilasidagilarning hammasi g'alati mijozlik edi. Bovsi Johann Hitler tugman ishchisi bo'lib, ishda pishkoyda kun bo'yi yezi chepib yuradi. Adolf Hitlerning bovsi 1842-yil shu yerdagi bir qiz bilan to'y qilgan. Bu ayol bir o'g'il tuqqan. Lekin bola baldurli tug'ilib qolganligi, ularning turmushi bak namrat bo'lganligi uchun ona bola ishkilisi uzun o'tmayli o'lib ketgan. Buningdan intayin qayg'urgan Johann Hitler 18 yildan keyin 47 yoshlik Maria Anna bilan to'y qilgan. U yeshi bir yerga berib qolgan bo'lsa-mu, o'zini tashlamagan, havoyi havasdan qolmagan ayol edi. U to'y qilishdan 5 yil burunla nikohsiz Alois ismli bir o'g'il tuqqan. Bu o'g'il Adolf Hitlerning dadisi edi. Aloisning haqiqiy dadisi zodi kim? Bu haqda har xil gaplar bor. Ba'zilar Johann Hitler desa, ba'zilari emas deydi. Ammo hech kim aniq dalil isbot ko'rsatolmaydi. Lekin Johann bu ayolni nikohiga olgandan keyin shu yerning odati bo'yicha o'g'lini rasmiy ro'yxatga oldirib qo'ymadi. Shunga bola cho'ng bo'lguncha Alois Shekel Girober deb atilib yuraverdi. Anna 1847-yili o'lib ketdi. Shuningdan keyin Johann 30 yilgacha izdiraksiz yo'qoldi. Aloisni tag'isi beqib cho'ng qildi. Cho'ng bo'lgandan keyin Alois boshda Septal kentida mozdozlikni o'rgandi. Lekin u dadisi Johannga o'xshash lag'aylab yurishga amroq chiqdi. Uzun o'tmay yo'l tepish uchun Avstriya poytaxti Viennaga bordi. 18 yoshida Salisburyning yanida Avstriya tamojnasiga chegara soqchisi bo'lib kirdi. Harbiyga qatnashib kelgandan keyin tamojnaning kichik xizmatchiligiga o'stirildi. Shu chaqda u bir tamojna amaldorining o'gay qizi Anna Gilasel Hoyererga uylandi. Bu qiz uni obdalli qiz meli va ijtimoiy o'ringa ega qildi.
Bu ayol uningdan 14 yosh cho'q. Kasalchan bo'lganligi uchun tug'madi. 16 yildan keyin ikkilan ayrim turishga boshladi. 3 yil o'tganda, ya'ni 1883-yili bu ayol o'lib ketdi. Shuning bilan Alois mehmonxonaning oshpizi Frazeska bilan birga o'tdi. Bu ikkinchi ayolimi uzun yashimadi. To'y qilib 1 yilga barmayla o'pka kesili bilan o'lib ketdi. Alois aldirab tenapla qiz jiyani bilan to'y qildi. Yangi kelin boshqa biri emas. Uni beqib cho'ng qilgan tog'isining navr qizi. 25 yoshlik Klara Polzel bo'lib, Adolf Hitler uningdan tug'ilgan 3-chi bola edi. Hitler mana shunday bir oilada tug'ildi, hamda bu oilaning tarbiyasi va ta'sirini qabul qildi. Alois 1895-yilda Leniz yenidagi Hofeld degan yezidan 38 ming kvadrat metr joy bilan qo'shib bir uy setib oldi. Aprelda bu uyga ko'chib kirdi. Mayda 6 yoshlik Adolf Hitler Fesxam kentidagi hukumat ochgan boshlang'ich maktabga o'qishga kirdi. 1900-yili a'lo natija bilan boshlang'ich maktabni bitkazdi. Qeyri Alois Hitlerni ot kasbiga varislik qildirib, kelgusida tamojna xodimi qilg'izish orzusi bilan 11 yoshlik Hitlerni Lenizdagi o'tir maktabga olib berdi. Hitlerning xizmatchi bo'lg'usi yo'q edi. Shunga u men kelgusida ishxonada o'ltirib erkinlikdan mahrum bo'lishimni, vaqtimga xohlagancha igidorchilik qila olmasligimni o'ylasamni yerginaman deydi. U rasm chizishga qiziqadi. Shunlashqa u rassom bo'laman, san'atkor bo'laman degan chog'da Aloisning bakmi ochig'i kelib, taniqimli bo'ladi ekan, buningga hargiz qo'shilmayman deydi. Bu Adolf Hitlerning tunji qitimliq qarshilishi edi. 1 yildan keyin u matematika va tabiat tarixidan o'talmay sinfda qoldi. U dadasiga mana shu usulda qarshi chiqdi. U men dadamni o'tir maktabdagi natijamning yaxshi emasligini bilgandan keyin xolimizun arzuyimga yetiverishimga yo'l qo'ydi deb o'yladim deydi. Hitlerning xarakteri kichikdilla bilingan bo'lishi mumkin. Bu kurash uning ko'zlagan maqsadiga yetmaguncha hargiz bo'ldi qilmaydigan qat'iy irodasini tunji qitim namoyon qildi. Bu kuchli iroda Hitlerni nomsiz bir odamdan turli vositalar bilan oxir Germaniyaning Führeriga aylantirdi. Shuning bilan bir vaqtda bu irodasi uni haddidan oshgan qoriniyatchi, dunyoda hech nimadan qo'rqmaydigan va tapmu tortmaydigan, dunyodagi barliq odamni dushman deb qarab, dunyo urushi qo'zg'aganligi uchun qarg'ish va la'nat nafrat obyektiga aylantirib qo'ydi. Halbuki o'z vaqtida Hitler buncha ko'p ishlarni o'ylabmi ketmay, johilligiga esilibla ish qilgan. Uning natijasi odatdan tashqari nachar bo'lganligi uchun oxiri shahodatnomiga erisholmay, Lenizdan xilli yiroqdagi Seteriyer shtatidagi o'tir maktabga olmishib o'qishga majbur bo'ldi. U yerdan uzoq tura olmay, o'qish bitkazmasdilla ketib qoldi. 1903-yili Alois Hitler saharda sayli qilayotganda o'pkisidan qon ketish sababidan o'lib ketdi. Shu chaqda u 65 yoshda edi. 14 yoshlik o'g'li dadasining jasadini ko'rib un serib yig'ladi. Klara 42 yoshda edi. 6 boladan Adolf bilan Paula ikkisili qolgan edi. Klara Adolfga bak amroq bo'lsa-mu, lekin erining orzusini ijro qilguvchi sifatida uningdan o'tir maktabni o'qib tugatishni talab qildi. 1904-yil kuzda 15 yoshlik Hitler fransuz tilidan qayta imtihon berib o'tib, to'liqsiz o'tir maktabni bitkazgan bo'ldi-da, Setreyerdagi shtatlik o'tir maktabga almishib, to'liq o'tirni o'qidi. Korlen maydoni 19-nomerlik uyida yolg'iz turdi. Hitlerning natijasi bakmi yomon edi. U to'liq o'tir maktabning 1-yilligining 1-mavsumida nemischa, matematika, fransuzcha, tez xotirlash qatorliq 4 fandan o'talmadi. Shu yili 16-sentabr Hitler yillik o'qish natijasini oldi. Natijasi 1-mavsumdagidan sal yaxshi bo'lsa-mu, odatdagicha edi. Bundaq nachar natija g'ururiga qattiq tekkan Hitler qayta o'qig'ilunmadi. Bu chaqda u og'ir o'pka kasalligiga giribdor bo'ldi. Doktor salomatligi bundaq odam keyin ishxonada o'ltirib ishlasa bo'lmaydi dedi. Shuning bilan Klaraning Hitlerni hukumat xizmatchisi qilish orzusi barbod bo'ldi-da. Hitlerning saqaygandan keyin san'at maktabiga imtihon berishiga ma'qul bo'lishga majbur bo'ldi. Shunda qilib Hitler 16 yoshga kirganda o'zi o'qishni xohlamagan odatdagi maktabdan ayrildi. 1907-yilga kelganda Lenizdan iborat bu kichik shahar
17 yoshli Gitlerning talabini qondirolmadi. Baruchchi nur chaqnab turgan hashamatlik imperiya poytaxti Veyna qarniyatchi, chuqur xiyollarni qiladigan bu yigitni chillashga boshladi. Shunda qilib, u buningdan olgan ozg'ini pul bilan bu cho'ng shaharga berib, 2 oy qonqib yurdi. Bu jarayonda u hayotidagi eng echinishli qalg'a tushib qolgan. Hatto ko'chalarda sargardon bo'lgan. Bir vaqtliqqa topsi, yana bir vaqtliq tomoqning g'imida yurgan bo'lsa-mu, lekin Veynadan iborat bu shahar uning ko'zlarini qamashtirib hayajonga soldi, xo'shal qildi. Kun bo'yi muzeylarni, teatrxonalar, hashamatli katta imoratlarni orlab yurdi. Veynadan iborat bu san'at shahrida ko'rgan ajoyib go'zal manzaralardan ko'zi olachakman bo'lib, hayroni haslikda og'zini jamdak echib qoldi. Gitler o'zini san'at talantim bor deb yuratdi. Shuni bu yerda san'atkor bo'lish tushini reallikqa aylantirmoqchi bo'lgan. 1 yildan keyin bu shaharga qaytib kelib, san'at institutiga imtihon berdi va bu yo'l bilan rassom bo'lish orzusiga yetishni maqsad qildi. U o'zining san'at talantiga cheksiz ishonadi. Halbuki ishonch iqtidor qobiliyatning o'rnini bosolmaydi. İmtihanға qatnashgan 130 o'quvchidan aran 20 qabul qilindi. Gitler natijasi yaxshi bo'lmaganlikdan qabul qilinmadi. Demak, Gitlerning rassom bo'lish orzusi xuddi yerilib ketgan rangdor shordek yo'q chiqdi. Maktab mudiri uningga "Akelgan rasmingiz rassom bo'lishga loyiq emasligingizni munozara talab qilmaydigan holda bizga bildirdi. Sizning binokorlik sohasida iqtidoringiz bor deb qildi" dedi. Tauzu qo'ltiqidan tushib, go'yo beshiga eg'ir kaltak takkandek bo'lgan Gitler Shili maydonidagi xorsen yasagan katta imoratdan jimmida ayrildi. Natijasi yaxshi bo'lmay, binokorlik maktabiga kirolmadi. Bular qarniyatchi, shuhratparast yigit uchun intayin eg'ir zarba bo'ldi. Balo kelsa qo'shlab ketdi degandek uning onasining ko'krak raki bo'lganligi to'g'risidagi shum xabar keldi. U darhol Lenizga qaytdi. Maktabdan ayrilgandan bo'yon jafokash onasi bilan ojisi oz to'lib pulning yo'lini qilib, uni 3 yil boqqan. Lekin u hech qanday natijaga erisha olmagan. 1907-yil 21 dekabr Klara o'lib ketdi. Uni dafn qilgan chaqda Gitler bakmi qattiq yig'lab qayg'urdi. U "Men dadamdan hayiqatdim, ammo onamni yaxshi ko'ratdim. Uning vafoti ulug' armonlarimni tuyuqsiz ishga oshmaydigan qilib qo'ydi. Namratlik va shafqatsiz reallik meni tezlikda bir qarorga kelishga majburladi. Chunki men bir amal qilib jonimni jon etish masalasiga duch keldim" dedi. Gitler uchun aytganda, jon beqish haqiqatan eng zo'r masala. Uningga yar yo'lak bo'ladigan odam yo'q. Ya'ni kelib o'zidimi biror ishga kirishaychu deydigan g'ayrat, shijoatmi yo'q. Yurtdoshlarning nazarida u qo'lidan ish kelmaydigan bir bo'shang, loyg'azal. Lekin Gitler bo'lsa, oldimda xushpuroq gullar bilan to'lgan tog'dam yo'l menga quchoq echib turdi deb qaraydi. Shunlashqa u onasini dafn qilib bo'libla, ko'ni bir chamadonni ko'tarib, cho'ng-cho'ng ishlarni qilishdek ajoyib iroda bilan Veynaga qaytib keldi. Veyna Navartning Baraxsan daldaraxtlik tog' etigi va suyi Zumratdek Donay daryosi bo'yiga joylashgan. Tog' etigining hamma yeri yop-yeshil uzumzorlik bilan purkangan. Tabiiy go'zal manzaralik, ajoyib ko'rkam joy. Uningdagi to'limi jalbkor baruchchi san'at kayfiyati, madaniyat havosi, dunyodagi boshqa davlat poytaxtida yo'q alohida va o'zgacha kayfiyat va jalbkorlik har qanday odamni maftun qiladi. Havosimi muzika bilan to'lgan bo'lib, shu yerlik talantli o'g'lonlar, Yevropadagi eng buyuk muzikantlardan Haydn, Beethoven, Mozart, Shobertlarning ajoyib esil musikalari yangraydi. Veynada bayashotchilik, shirin tushdak lazzatli turmush kechirayotgan puldarlar umrining ko'p vaqtini muzika va o'yin kulga, rohat farog'at ishida o'tkazadi. Vaholanki, yenida tuzuk puli yo'q Gitlerga nisbatan Veyna namratlik va azob oqibatga vakillik qiladi. U binokorlik maktabiga kirish orzusini ishga oshirishning ko'yida bo'lmadi. Maktabga kirib o'qishni iltimos qilmadi. Biror hunarni o'rganmadi. Shundaqla normal bir kasb bilan shug'ullanib boqmadi. Aksicha, qor tozlash, gilam qiqish, va go'zalda hammollik qilishdek parch-purat ishlarni qildi. Ochzorlik tufayli u hamisha ko'chma-ko'chi qonqib yurdi. Kechalarni bog'chilardagi uzun o'rindiqlarda yoki kishilarning darvozasi oldida o'tkazadi.
Gündüzleri kichik mayxonalarda va poyezd kutish uylarida arzon baholiq yemekliklarni yeydi. Oxirida qishliq paltosini raniga qo'yib, pulini tugatgandan keyin hech nimasi qolmay, sargardonlarni yig'ib olish o'rniga kirib oldi. Mayli qandoq odam bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerga kirib qoladiganli bo'lsa, u holda u jamiyat va o'zlik engi tarpidan mag'lubiyatchi deb hukm qilinadi-da, shahar aholisi qatlamidagi eng tovan o'rniga tushib qoladi. 20 yildan keyin Gitler shu chaqdagi jafoliq kunlarini aslaganida, shu chaqlarda och, zerilliq mening sodiq hamrohim bo'lib, xuddi soyamdek yenimdan ayrilmaydi. Mening turmushim mushu rahimsiz do'stimga qarshi elib berilgan uzun muddatlik elishdan iborat bo'ldi deydi. Shu chaqda u muqim ish topolmay, parch-purat ishlarni qildi. Keyin kichik rassom bo'ldi. Kichik rassom deyishimizdagi sabab shuki, uning sizg'ini Veynaning San Stefan cherkovi, opera xonalari, Berik teatrxonasi, Schönbrunn xon saroyi qatorliq mashhur imorat va manzirlik joylarning qamlashmagan rasmlari edi. Bu rasmlar sun'iy, qo'pol ham jonsiz edi. Obdan setilmaydi. U bu narsalarni ushoq elib sotarlarning tomlarini bezash, savdogarlarning tizib qo'yib sotadigan ramkalariga qadishi uchun setib beradi. Buning kirimi shu qadar oz ediki, uning g'o'ldirlab ketgan qo'rsqini kunda to'yg'izib turishga yetmaydi. Ana shu jafoliq mushaqqatli kunlarda uning irodasi ajoyib g'alati holatda chingidi, tavlandi. Jafo mushaqqat odamlarni pishirib tavlaydi. Sabab u odamlarni amma orasiga cho'nqur cho'kib, to'van qatlam kishilarning azob oqibatlarini bilish imkoniyatiga ega qiladi. Buning bilan kishilarni yo'qsul, bechoralarga ich og'ritib, shafqat va kamqonlik qiladigan qiladi. U yana kishilarni jahondan jahd o'yg'izib, Tangridan bezor bo'lib, bandidan ranjib, butkul dunyo va butkul insondan norozi bo'lib, dunyodagi jimi narsaga dushmanlik qiladigan, dunyodan o'z harakati orqali o'ch oladigan qilib yutadi. Mana bu qo'shbirslik bir pichoq. Gitler baxtga qarshi keyingisini tanlab oldi. U shu davrda mening bir xil dunyo qarash va hayot falsafasi shakllangan bo'lib, keyingi kunlarda u barliq harakatimning mustahkam asosiga aylanib qoldi. Bu shaharga yangi qadam qo'yganimda bola bo'lsam, uningdan ayrilganda cho'ng odam bo'lib qolgan edim. Xarakterimmi tamkin va jiddiy bo'lib o'zgargan deydi. Demak, shu chaqda uning xarakteri asosan shakllanib bo'lgan. Gitler Veynada sargardon bo'lib yurgan chaqlarda bir mahal o'rta Yevropani so'rgan Avstriya imperiyasining uli bo'shab, jeni orolli qolgan. Avstriya 1886-yildagi Prussiya-Avstriya urushida mag'lub bo'lib, Shimoliy Germaniya federatsiyadan chekinib chiqdi. Ikkinchi yili Habsburg xon jamiyati Vengriya liberalizmchi oqsunaklarning loyihasini qabul qilib, vengerlarning o'z parlamenti va hukumati bo'lmaslikka qo'shildi. Ammo qo'sh monarxiya tuzumidagi Avstriya imperiyasi Vengriya podshohligi qurib, Avstriya imperatori qo'shimchi Vengriya podshohi bo'ldi. 20-asrning boshlariga kelganda Slavyan millatlari, ya'ni chexlar, slovaklar, serblar, kroatiyanlar qatorliqlar tang barobarlik muomalini hamda millatlarning o'z-o'zini idora qilishini talab qilishdi. Har qaysi millatlarning to'qinishlari Avstriyadagi siyosiy kurashlarning markaziy masalasiga aylanib qoldi. Uningdan boshqa ijtimoiy davolg'ishlarmi mavjud bo'lib, saylam huquqi yo'q to'van qatlamdagi sinflar saylam huquqidan bahramand bo'lishni talab qilishdi. Ishchilar maoshlarini ko'paytirish va xizmat sharoitini yaxshilash uchun emas, balki o'zlarining demokratik siyosiy nishonini amalga oshirish uchun ishchilar uyushmalarini uyushtirish ham ish tashlash huquqiga ega bo'lishni qat'iy talab qildi. Bir qitimliq umumiy yuzlik ish tashlash elib berilgandan keyin yeshiga yetganlarning hammasi umumiy yuzlik saylam huquqiga erishdi. Gitler siyosiyga aralashmagani bilan Avstriyadagi Sotsial Demokratlar partiyasi, Xristian Demokratlar partiyasi, Pan Nemis Milliy partiyasidan iborat uch cho'ng partiyaning faoliyatlariga intayin ko'ngil bo'lib diqqat qildi. Gitler Lenin o'tir maktabida o'qiyotgan chog'ida nemis millatchiligi ideyasining ta'siriga uchragan. Chunki yeziga o'xshab ketadigan bu shaharda aram 50 ming aholi bo'lib, nemislar ko'p sonni tashkil qiladi. Ular chexlarni past ko'radi. Gitler mening kurashlarim nomli kitobida tilga olgan hamda qizg'inlik bilan maqtagan birdan-bir o'qituvchi Lenin o'tir maktabidagi tarix muallimi, doktor Leopold Poech bo'lib, doktor Poech nemis millatchilarining
shahar parlamentidagi vakili edi. U tarixni Gitler eng yaxshi ko'radigan kasbga aylantirish bilan qolmay, uningga Germaniyaning kundan kunga rivoj tepib gullanishi German millatiga buyuk parlaq istiqbol yaratib berayotganligini to'nitgan. Bu xil millatchilik ideyasi milliy dunyo qarash, milliy o'rtaq gavda, milliy yo'ldosh deganlarni uning miyasiga qo'yibdi. Bular keyin natsistlarning asosiy ko'z qarashlariga aylandi. Hitler Veynada Sotsial Demokratlar Partiyasi tashkillagan namoyish va yig'ilishlarni ko'rib, bu partiya gazetlaridagi maqolalarni o'qibla mazkur partiyaga qattiq o'sh bo'lib qoldi. U meni intayin nafratlantirgani, uning nemis maslikini qo'g'dash ko'rishiga dushmanlik pozitsiya tutib, Slaviyalarga uyalmasdan yaloqchilik qilayotganligi edi deydi. Hitlerning nazarida ishchilar sinfining manfaati oldi bilan millatning manfaatiga bo'ysunishi kerak edi. Mohiyatda bu millat ichidagi hukmron o'rinda turayotgan sinfning manfaatiga bo'ysunish degani edi. Shu sababdan bir qancha oy o'tmasdilla u ijtimoiy go'zal axloq va qarindoshlarcha do'stlik qiyofatiga kirib olgan zaharli fohishining tigi-taktini ko'rib oldi hamda proletariat internasionalni natsizmning eng ashaddiy dushmani deb qaraydi. Shu chaqda Veynada Yahudilarga qarshi turg'uvchilarmi toza avj olgan, toza g'aljirlashgan. Buningdagi sabab Avstriyada Yahudi burjuyozlari butun banka, ko'p sondagi sanoat korxonalari va axborot nashriyat sohasining hammasini degudak egilib olgan. Shunga Yahudi degan bu so'z burjuaziya degan so'zning boshqacha atilishi bo'lib qolgan. Nurg'unlagan Yahudilar yana proletarlarga mas'ul bo'lib, ba'zilari ishchilar harakatining dohilari edi. Qisman nemis millatchilarining nazarida Yahudilar dunyodagi barliq razil terrorlikning manbasi edi. Shunga ular Yahudilarning naslini quritishni tashabbus qiladi. Hitler bu xildagilarning eng ashaddisi. U har qanday shallash, shahvatparastliklarning, masalan, nomusini setish va ayollarni elib setishdagi ishlarning ko'pini Yahudilarning qilayotganligini bayqaganligini aytdi. İnsanlar ichidagi yo'qolmas bakteriya Yahudidan intayin yerginidir. U yana men Veynadan ayrilgan chaqda Yahudilarga uzul kesil qarish turg'uchi. Marksizmlik dunyo qarashining ashaddiy dushmani bo'ldi. Mening ideyam pan nemisizm deydi. Yosh Hitler Avstriyaning siyosiysiga aralashmagani bilan Veynadagi kambag'allar mehmonsarayi, sadiqa umochxonalari va do'qmushdagi anglovchilar oldida o'zining notiqlik san'atini mashq qilishga boshladi. Uning bu xil mahorati keyinchi taraqqiy qilib, ikki qitimliq dunyo urushi oralig'ida Germaniyada hech kim tang kelolmaydigan qobiliyatga aylandi. Hamda uning kishini hang-tang qoldirarlik muvaffaqiyatlarga erishishida nihoyat zo'r rol o'ynadi. 1913 yili bahor Hitler umidsiz va ruhsiz bir holatda Veynadan ketdi. Shu yili u 20 yoshda edi. Veynada turgan 4 yil ichida uning san'atkor bo'lish tushi reallik oldida bechit bo'ldi. Algı intilish darvozalarining hammasi uningga go'yo taraqlab yepilgandek bo'ldi. Uning na do'sti, na oilasi, na xizmati, na turalg'usi yo'q edi. Ammo yana bir jihatdan olganda u yosh, shuhratparast, irodalik edi. 4 yillik riyozatlik turmushi uni tavlagan va qul, makkor qilib atgan. Yanchuqida bir tiyini yo'q bu yalangto'sh yigit bahor yomg'irda Germaniyaga qarab yo'lga chiqdi. Shu chaqda u bir sargardon, ya'ni kelib g'alati mijozlik bir sargardon. Shunlashqa chiroyi surlik, qarashlari o'tkir bu odamning keyin sonsizligan odamning hayotini o'z changaliga olgan Germaniya Führeri. Milyonlagan odamlarning jiniga zomin bo'lgan ashaddiy mutahamga aylanib qoladiganligini hech kim xiyoliga keltirmagan. Avstro-Venger imperiyasi 1914 yili iyun serblar bilan Kroatiyanlarni yolg'ondan dushman deb nishon qilib, Bosniyada harbiy manevr o'tkazdi. Bu ish serb millatchilarining g'azabini qo'zg'adi. Shunlashqa Avstriya podshoh jamiyatidan shahzoda Franz Ferdinand Bosniya poytaxti Sarayevoga qaytib kelgan chaqda ikki yigit orqa-orqadan o'q uzib, uni jahannamga yo'lladi.